To'qil ochilib bo'libmi? Hey! Hadi kuzatuvchilarimiz, bugün Elshir akamizning uyina keldik. Damasning tovuq, xo'roz, undushga bog'ib qo'ygan ekan. Moyibkaga xo'roz oldik. U bo'lgan semiz it bog'ib qo'ygan xo'rozdan birini oldik. Damasning tovuq, xo'roz kerak bo'lsa, dastlabkasi gullarning xalagayini, liboyini bor. 24 ga 7 ishlaydi. So'yib ham beradi, tiklay ham beradi, tirlay ham beradi, go'shtini desangizlar go'shtini ham hisoblab beradi. Qolgan ma'lumotlarni Elshir akamizning o'zidan so'raymiz. Elshir akamiz, o'zingiz tushuntirib bersangiz qolganini. Shu bilan xudo xolasa shu xo'rozlarimiz, ber vejlarimiz bor. Xolasanizlar xo'roz, tovuq, unduklar ham bor. So'yib, dastlabkilar ham ichida taqlab uzatib beramiz berni. Bularni xalagayni dastlabga etib beramiz. Kelasizlar, bahasini gaplashasizlar, xudo xolasa arzon sikib ketib taqlab uzatib beramiz hammayajini. Mana bu tovuqqa berverdik xo'rozni, o'pilgan xo'rozni mana kay. Ajoyib vej. Bo'laman xo'roz yoqdimi? Ajoyibdan semizga nima ekan? Hurmatli kuzatuvchilarimiz, pastda telefon raqamini qoldirib o'tamiz. Bu tovuqimizni, xo'roz edi bu aytgancha. Bu xo'rozimizni jo'ralarima jo'shmaga oldim. Shunday jo'shmayotgan jo'ralarga tasavvur qilinglar, hatto bir semiz xo'roz olib jo'shsin sizlarga.